Uyg'ur xalqi bir inoq ittifoq bo'laman deydigan chuqum Uyg'urlikqa qaytish kerak. Uyg'urlikqa qaytish kerak. Uyg'urlikning tubki yadrosi Uyg'ur millatchiligi bo'lishi kerak. Faqat millat Uyg'ur millatchisi bo'lgan vaqtning o'zida, Uyg'urlikqa qaytgan vaqtning o'zida o'zining mustaqil Uyg'ur davlatini qurib chiqa oladi. Dünya tarixiga qarasak, masalan, Mustafa Kemal Atatürk tipik millatchi edi. Bugun ko'z oldimizda butun musulmon dunyosi hayron qoldigan talibanlar pushtun millatchiligidan tarkib topgan millatchilar edi. Shuning uchun men millatimga deyman, Uyg'ur xalqi millatchilikka qaytish kerak. Uyg'urlikqa qaytish kerak. Shundoq bo'lgan vaqtimizda bu millat bir ham kuchlik bo'la oladi. Ya'ni Uyg'urdan iborat bu 6 harfning ostiga o'yishi kerak. Birden Uyg'ur türkleri, birden Uyg'ur musulmonlaridek her türlü qalpoqlarni, her türlü kiyim-kechaklarni kiyib жүрген vaqtning o'zida Uyg'urning oliy milliy manfaati va mustaqil davlat qurishni bu milliy manfaati ikkinchi o'ringa o'tib qoldi. Shuning uchun butun xalq, butun millat bir ittifoq kuchlik bo'lish uchun cho'qim Uyg'urlikqa qaytish kerak. Uyg'urlik qaytishning tubki mazmuni, asosiy yadrosi Uyg'ur millatchilik bo'lishi kerak. Ta bugunga qadar bizda kam bo'lgan narsa Uyg'ur millatchiligidir. Uyg'ur millatchiligi bo'lgan vaqtimizda Uyg'ur xalqi o'zining mustaqil davlatini, o'zimizning mustaqil davlatimizni qurib chiqa olamiz.